بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz yani güzel ahlak dersinin ikinci bölümü. Biz birinci dersimizde yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ve başka peygamberlerinki güzel ahlaklarını sözlep ötken. Bugün yine şu dersimizni davamlaştırımız. Nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ekmelun nasi ahlaka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında ahlak cihette en mükemmel yukarı çekki yetken şundak zat idi. Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sifatlab Kur'an-ı Kerim'de şundak deydi. Ve inneke le ala hulukin azim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten yani sen büyük ahlakı egisen. Bu Allah subhanahu ve teala'nınki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bergen sifati. Peygamber aleyhisselam'nınki ahlak to'g'risida so'raganda Ayşe annemiz siz Kur'an o'qimamsiz deganda o'qiyman degan vaqtida Qur'oni Karimda bayon qilingan güzel ahlaklarning hammasi shu Peygamber aleyhisselamda mujassamlashgan. Yani Peygamber aleyhisselam'nınki ahlaki Qur'oni Karimdan ibarat. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining güzel ahlakı bilan kishilar arasında mana yurgan bir Qur'oni Karim'ninki simasi. Yani Qur'oni Karim'de bayon qilingan har qanday güzel ahlak Peygamber aleyhisselamda mujassamlashgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kichigidin güzel ahlak esil sifatlar bilan o'sib yetildi ve shundoq yashadi. Barliq nacharlik sökelguchi ishlarning hammasidan nihoyatda yiroq yashadi. Shunga bir odam bir qitim insonlarning yaxshisi deb chaqirgan vaqtida Peygamber aleyhisselam nihoyatda kamtarlik bilan zaka İbrahim aleyhisselam shu insonlarning eng yaxshisi degan İbrahim aleyhisselam deb javob bergan. Yana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibek sihi isil zat idi. Her qanday odam bir narsa so'rasa o odamni quruq qaytarmaydi ve kishilarga nihoyatda ochiq chiroy shu kulimsirash bilan qaraydi. Jarir ibn Abdullah Bajali radıyallahu anhu hadis bayan qilib shundoq deydi: "Ve la ra'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa tabassama fi vajhi." Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meni ko'rgan vaqtida shu doim mening chiroyimga tabassum bilan qaraydi. Shunda kulimsirab xush chiroy qaraydi. Yana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem va'dasiga bak vafo qiladigan zotdi. Sahabalardan birasi og'rib qolsa, kasal bo'lib qolsa, uni yo'qlaydi. Agar biror sahabi bir ikki kun namozga kelmay qolsa va uni ko'misa, buning ahvolini so'raydi. Ve ularga nihoyatda mehribondir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jamoatga namoz o'qib turayotgan vaqtida ba'zi bir kichik bolalarninki yig'lagan yig'i ovozni anglab qolgan vaqtida namozni qisqa o'qiydi. Ya'ni shu kichik bolaning onasiga bir mushaqqat bo'lib qolmasligi uchun. Peygamber aleyhisselamning tabiati nihoyatda muloyimdir. Uyga kirgan vaqtida oilasidagilarning ishlariga yordamlashatdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nihoyatda sabrchan zot bo'lib, hatto ochliqdan yegili bir narsa yo'q, qo'saqlari ichiga qatlangan shunda holatdimi hech qanday bir odamga shikoyat qilmagan. Peygamber aleyhisselam nihoyatda apuchan zot edi. O'ziga qarshi urush qilgan, o'zining tishlarini to'kkan, yuzlarini qonga bo'ygan, o'zining dushmanlarini apu qilib o'tgan. Mekke fetih qilingan vaqtida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vahiysi kelgandan tatib 18 yil Peygamber aleyhisselam qarshi urush qilgan, sahabalarni shahid qilgan, Peygamber aleyhisselamga aziyat yetkazgan shu Qurayshninki Mekke ahlining hammasini Kabening oldiga yig'ib ulardan so'ragan. Sizlar meni qanday qildi deb o'ylaysizlar deganda ular sen bizning esil qarindishimizning o'g'li, sendan faqat bir yaxshilikni o'ylaymiz degan vaqtida Peygamber aleyhisselam ularga izhabu fa antumut tulaqa Biranglar, ketinglar, yani sizlarning hammanglar hur, sizlarning yo'linglarni o'ch qildim deb ularning hammasini apu qilib aytgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nayti kang qo'saq zot edi. Payg'ambar alayhisolamning qavmi bo'libmi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Toyib xalqini Allohning diniga, tavhidga da'vat qilish uchun Toyib chiqqan vaqtida ular Payg'ambar alayhisolamga nayti ko'p aziyatlarni yetkazdi. Ko'chalarda tosh chammalarni etib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak oyoqlarini qonga to'ldirdi.
Bununla taqat keltiremagan, taqqa muakkal bo'lgan farishta payg'ambar alayhissalomning kishiga kirib, payg'ambar alayhissalomdan so'radi: "Ey Allohning elchisi, menga bir ruxsat bersizlar, men bularning ustiga ikki tog'ni ko'mtirib, tog'ning ostiga bosib o'tay" degan vaqtida payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, mening qavmim bilmaydi. Balkim Alloh subhanahu va taolo ularning naslidan Allohga ibodat qiladigan avlodlarni dunyoga keltirish mumkin" deb uningga unimidi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga shundoq degan: "Alayka bir rifq. Ey Oysha, sizni aytdi muloyim bo'ling, qattiqlik, qo'pollik qilishdan saqlaning." Shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotida, ya'ni o'zining ayollari va xizmatchilarini deshkilamagan va urmagan. Payg'ambar alayhissalomning sahobalarimi Allohga iymon etgandan keyin go'zal axloq bilan mushu prinsip bo'yicha yashagan. Ular payg'ambar alayhissalom bilan birga go'zal axloq sohiblari bo'lgan. Urvat ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahobalarning ahvolini sifatlab shunday deydi: Urvat ibn Mas'ud Hudaybiya sulhida Qurayshlar tarafdan payg'ambar alayhissalomning qishiga elchi bo'lib kelgan. Sahabalarning ahvolini sifatlab, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahabalarni bir ishga buyursa, ular darhol shu ishni qilishga oldiraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir gap so'z qilsa, ular payg'ambar alayhissalomning yonida ovozlarini past qilib, jim turib payg'ambar alayhissalomning so'ziga quloq soladi. Bular payg'ambar alayhissalomni kattalaganlik, hurmat qilganlikdan payg'ambar alayhissalomga tikilibmi qaramaydi. Amr ibn As radhiyallohu anhu shunday deydi: "Menga payg'ambar alayhissalomdan bek yaxshi ko'riladigan bir inson yo'qdi va shundaqla mening ko'zimda payg'ambar alayhissalomdan bek hurmatli katta bir inson yo'qdi. Men payg'ambar alayhissalomni kattalaganlik, hurmat qilganlikdan uningga bir qong'idek qarashga taqat keltirmaydim. Agar birasi mendan payg'ambar alayhissalomni bir sifatlab bergan deb so'rab qolsa, men payg'ambar alayhissalomni sifatlab berishga taqat keltirmayman. Chunki men payg'ambar alayhissalomdan ayminib qong'idek qarayamagandim." Sahabalar bir-birini hurmatlashda, go'zal axloqda shundoq ulga, bizning o'g'inish ulgimiz. Umar radhiyallohu anhu deydi: "Abu Bakrin ahlamu minni va awqar." Yani Abu Bakr radhiyallohu anhu mendan bek muloyim, ko'ngli ko'ksi kangli, nihoyat bek temkin, hurmatli zot edi. Ali radhiyallohu anhu shundoq deydi: "Kana Abu Bakrin mutaqaddiman fi kulli khairin." Yani Abu Bakr radhiyallohu anhu yaxshilikning hammasida oldida mang'atdi. Har qanday yaxshilik bo'ladi ekan, bu yaxshilikni dastlabda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qiladi. Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu bek hayolik bo'lganlikdan farishtalarmi bu zotdan hayo qiladi. Mana bu payg'ambar alayhissalomningki sahobalarning axloqi. Mana bu Qur'oni Karim ruhidan Allohga bo'lgan haqiqiy iymondan urg'ib chiqqan go'zal axloqlar. Allah subhanahu wa ta'aladan hammalarni payg'ambar alayhissalom sahobalarning axloqidek bir axloqlanib, o'zimizninki go'zal axloqlarimiz bilan va isil sifatlarimiz bilan kishilarni Allohning diniga da'vat qiladigan va Allohning diniga chaqiradigan taqvodor yaxshi kishilarning qatoridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.